Assalomu alaykum. Biz hozir Agrobank tomonidan tanlab olingan bir konturda bir mahsulot ekin yer maydonidamiz. Bu kontur tuman markazidan 45 km uzoqlikda joylashgan bo'lib, ushbu loyiha Agrobank ATB Farg'ona viloyati Rishton tumani Oqoltin mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 306-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda to'liq achchiq qalampir mahsulotlari ekilib, yer maydoni 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar to'liq ekilib, parvarishlanib, o'g'itlar bilan yetishtirilib kelinmoqda. Qalampir ko'chatlari aprel-may oylarida ekilib, ekinlar yetishtirish to'liq 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida qalampir ko'chatlarimizga o'z vaqtida sug'orilib, mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 10 ta dehqon xo'jaliklariga biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun 1 gektardan yer maydoni ajratilgan. Bu yilgi dehqonchilikdan loyiha bo'yicha har bir gektardan 25-30 tonnagacha, jami 600 tonnagacha hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin yer maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaligi daromadlarini oshirish niyatida turibmiz.